Assalomu alaykum, Chorvachi Uz kanalining qadrli obunachilari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Xo'p, mana bu buzakchalarni barchasini yeb ichayotgan holatini qisqa video qilib, taxminan 1 soat oldin joylagandik. 1 soatdan keyin to'liq ma'lumotlarni beramiz deb va'da bergandik. Va'daga muvofiq mashlarning barcha mana shu yerda 8 dona xunojim bor. Bitta kenjatoy ham bor. 9 ta xunojimda sizlarga to'liq ma'lumotlarni berishga harakat qilib o'tamiz. Hop, bo'ybastlari birinchisidan boshlasak. Bo'ylari 1 metr. Sifat holatlari ko'rinib turibdi. Narxiga kelsak 11.500 mingga vodiy bo'ylab yetkazib berishi xizmati bilan vodiydan tashqariga inshaalloh kelishilgan holda yetkazib beryapmiz va yetkazib berishda davom etamiz. Hop, ikkinchisiga Olaparovda deydi deyarli 5 tasi pashti bir xil narsa. Hop, Olaparovda saqchini chaynab turibdi jonivor. Ostlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Ostlarini qarang. Sigir qilishga, sigir yo'nalishiga juda chiroyli variant. Buni ham 11.500 ming so'mga xayr kam bor, xudo xolasa telefon qilaverasizlar, vodiy bo'ylab yetkazib beraveramiz. Molimizni soni kamligi uchun har bittasini alohida ko'rsatib narxini aytaveramiz. Oxirida bitta narxi ham kelishib aytib chiqarib beramiz bitta olgan odamga. Hop. Uchinchisi ham Olaparovda. Bahotgalari o'ta chiroyli janob. Sifat holatlari. Buni ham ostlarini ko'rsatib o'tamiz. Sigir yo'nalishiga, zot yo'nalishiga tushadigan hayvonlar tavsiya qilamiz oluvchilarga. Hop, to'rtinchisi. Bu ham Olaparovda. Buni ham hamma yo'g'i joyida. Kamchiligi yo'q. Hop, buni ham ostlari juda kelishgan. 4 ta apparat 4 joyda, hammasiniki. Hop, qadrli obunachilar, buni ham 11.500 mingga yetkazib beriladi. Ko'pchilik tushunmayapti. Obunachilarimiz yozishyapti yo telefon qilishganda ozdan tushunmovchilik bo'lyapti. Bu aytilayotgan narxning ichida dastlabki deganimiz vodiy bo'ylab Andijon, Farg'ona, Namangan bo'lsa, shunday molni kelishaveramiz. O'sha kelishilgan narxda uyingizga nuqta arg'amchisi bilan yetib boradi. Vodiydan tashqariga deyishimizning sababi, vodiydan tashqariga ozgina dastlabki xizmati narxi balandroq. Bizga hisob chiqmay qoladi. Shuning uchun kelishilgan holda, masalan, nech pulga olib ketaman desa shopir, shuni molni olayotgan odam bilan biz ikki kishi o'rtada yo'l kirasini to'lab yetkazib berishga harakat qilamiz. Hop. Nechinchisiga keldik? 5-chisiga. Mana 5-chisi qadrli obunachilar. Buni ham sifat holatlari zo'r. Hamma yo'q kelishgan. Bularning bari dalada yurgan hayvonlar. U uyda chiroyli qilib erkalatib, yumshoq joylarga yotqizib qo'yib boqilgan emas. Dalada shunday tabiiy holatda yurgan hayvonlar. Xudo xolasa ozgina mehr ko'rsatsangiz sizga yaxshi foyda keltiradi inshaalloh. Xo'p. Bu 5-chisining narxi 11 million so'm. Qarang. Ashiydan 1, 2, 3, 4-chisigacha 11.500 mingdan kam bor. Hop, mana shu 5-chisiniki 11 million so'm, ya'ni 500 ming farq qiladi. Asli 500 minglik farqi bo'lmasligi mumkin, lekin bizni qo'limizga kelish narxida farqi borligi uchun
500 ming arzon qo'yyapmiz. Inshaalloh boquvchiga boqadigan dehqon akalarimiz, opalarimiz o'sha 500 ming so'mga bunga yem hashak olsa anchagina yetadi. O'sha bilan ancha katta qilib oladi. Shuning uchun ham ancha farqi bor 500 mingdan. 11 million so'mga xayrikam bor. Telefon qilasizlar. Kelishamiz, xudo xolasa. Hop, 6-chisi. 6-chisi ham polvon o'zi. Buni ham hamma yoq uzun. Sifat holati. Ostlarini ham ko'rsatib qo'yaylik mana. Ustilar. Tushungan tushunadi. Hop, buni ham 11 million so'mga xayrkamini qilib beramiz. Vodiy bo'ylab kelishimga yetkazib beramiz. Hop, nechta bo'ldi endi? 6-chisi. Hop, endi 7-chisiga. Mana bitta qora xonajim bor. Qora-qoradan. Buni ham ishqibozlari bor o'ziga yarasha. Hop, buni bo'ylari 90 cm plus minusda. Hop, narxini 9 million 500 ming so'mga xayrikam bor. Telefon qilaverasizlar. Inshaalloh kelishtirib beramiz. Ash nechi bor? Bitta kenjatoyimiz bor. Hop. Buni sigiri bor odam bo'lsa, sigirni ham yemaveradi, yeb ichishga ham hamma narsa berib ko'rdik. Hamma narsani yeb ichib bemalol o'zini eplaydigan holatda. Buni narxi 7 million 500 ming so'mga telefon qilasizlar, ozgina o'tib beradigan joyi bor. Lekin zot toza narsa. Tushungan odamga mana to'xtatib tur. Mana tuyoqlarini ko'rsating. Tuyoqlari, ha. Uni tushungan odam tushunadi. Bu soat sayin o'sadigan narsa. Xudo xolasa, olgan odam 5-6 oy boqsa, katta molda olib yemlab qiladigan foydasini mana shu buzayni o'zi qilib beraveradi, xudo xolasa. 7 million 500 ming so'mga telefon qilaverasizlar. Kelishtirib beramiz inshaalloh. Hop, aytilayotgan narxlar bo'lish emas, magazin emas. Telefon qilaverasizlar. O'tib beradigan joyi bor, bexayr ishni o'zi yo'q. Xudo xolasa kelishilgan holda. Lekin bozordagi narx aytishdan qilganimiz yo'q. Bu YouTube'ga chunki unaqa salkam 2 barobar narxda aytilmaydi. Yaqinroq aytamiz. O'tib beradigan joyimizda o'tib berib, kelishilgan holda sotaveramiz. Yana ham to'liq ma'lumotlari kerak bo'lsa, hammasini sanab o'tdik. 1-2, 3, 4, 5, 6 deb. Sizga nechinchi mol yoqqan bo'lsa, ana shu videoda 6-sida ko'rsatganingiz desangiz, WhatsApp, Telegram orqali alohida ma'lumotlarni tashlab beraveramiz. Bizda hozircha shu. Sizlardan yana bitta o'sha iltimosimiz, kanalimiz yangi. Like'ni bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab tursalaring, inshaalloh qo'ldan kelganicha arzon narxlarda hayvonlarni chiqarishda davom etamiz. Boshqa kanallarga ham bemalol solishtirib ko'rishingiz mumkin. Bo'ylarini 1 metrda mana qo'yyapmiz. Oldi 11 million 500 ming, oxiri 11 million so'm. Kami bor deb qo'yyapmiz. 90 santimetrlik xunajinimizni 9,5 million kami bor deb qo'yyapmiz. Solishtirib, xohlasangiz bozorga chiqasizmi? Bozorga ham solishtirib, hamma yog'ini ko'rib, ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar ekrandagi nomerlarga. Inshaalloh kelishsa bo'ladigan joyi hammasini. Eng asosiysi mana molni sifat. Bu ola parodalarni bir joyga yig'ib olishni o'zi bo'lmadi, qadrlamasizlar. Xudo xolasa mehnatimizni qadrlab, like'ni bosib, bizdan o'tgan kamchiliklar bo'lsa yo takliflar bo'lsa, kommentariyaga tortinmay yozib ketishlaring mumkin. Shunga qarab biz videolarimizni olib boramiz keyingi safar ham.
Shuning uchun sizlarning fikrlaring muhim, qadrli obunachilar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammani chorvasiga baraka tilaymiz. Hammani ham og'ilida eng toza sortovoy. Tuqqan bolasi ham $1000 ustidagi sigirlarni boqsa tonnadan oshadigan buqalarni boqishni niyat qilib qolamiz.